Yo, hammaga salom, sizlar bilan men Mr. Shah. Bugungi videoda biz Epic Mine serverida mine qilib kuchayishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Salomlashvaring yetti Islom Bey Uz. Bu odam kanallari ham opitsiyada kommentariyada bo'ladi. Bu odam menga shunaqa narsalar berib turdi, kuchayishimga kirkayam. Qani bo'lmasam ketdi. Mana shu burchaklardan boshlayveramiz. Mayonni. Hozir video juda qisqa bo'ladi, chunki bir marta 10 minutlikmi shunaqa video olganman. Hozir bitta 15 minutlik video olsam, keyin 20 minut 30 minutlik video qo'ysam bo'ladi. Shuning uchun bu video juda qisqa bo'ladi. Tak. Bitta mayindan shunaqa narsalar yig'gan bo'lsak, bir hozir 2 ta yo 3 ta mayin qilsak, yaxshi narsalar yig'ib qolamiz. Agar serverga men nomimdan kirsanglar davshga e'tibor bermaysizlar, shomallaganman. Agar serverga men nomimdan kirsanglar yo mani MCGdan nimadir obunachizman, nimadir bering desanglar, men o'zim sizlarga kuchayishinglarga yordam bera olaman. Pul tashlab beraman, yo birovga shunaqa narsalar berishim mumkin. Albatta menga yozishinglar shart. Ikkinchi mayin. Hozir biz emerald shunaqa netherite aqlonliklarni bayerda sotamiz. Bayerga kiramiz va oltinlarni hammasini sotib chiqamiz. Chunki oltinlar mayindagi eng ko'p uchraydigan narsalardan biri. Va temirlarni ham sotamiz. Bir stak olmozni ham. Agar mana shu videoda 10 tadan oshiq like yig'sanglar, keyingi videoda life hacklarni o'rgataman. Devorni bosib keyingi video life hacklar haqida bo'ladi. Anarxiya serverlaridagi life hacklar haqida. Ko'pchilik serverga yangi kirganlar qanaqa tez kuchayish, shunaqa narsalarni bilmaydi. Shuning uchun men shuni video qilib chiqarishga harakat qilaman.
hozir serverda bitta o'zimman, chunki soat 11 bo'ladi. Soat 11 bo'lishiga qaramasdan men sizlar uchun kontent chiqarishga harakat qilyapman. Sizlar bo'lsa kontentimni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Soat 11:30 bo'ladi. Men sizlar uchun hali ham kontent chiqaryapman. Men sizlarga donat qilinglar yo nimadir qilinglar deb o'tirmayman. Shundoq kanalga like bosib, video yana bir hammaga salom onachilar. Sizlar bilan men Mr. Shah hozir bo'lib qoldim, video olmayotgan ekan. Shuncha vaqt o'zim gapirib o'tirdim. Kamida 5 minut o'zim gapirib o'tirdim. Nima ham derdik? Mayli. Amar Devdan nimadir so'rab ko'ramiz, server homiysidan. Orada Amar Dev salomlashdi ham sizlar bilan. Mana shunaqa yozib ko'ramiz. Bersa berdi, bermasa yo'q. Donatga so'rasang nima qilarkin? Donatga so'rab ko'ring. Nimaga izimni sotmoqchisi desanglar, ko'proq yig'ib sotmoqchisiz desanglar. Hozir yana bir bor salomlashaman, chunki yana video to'xtadi. Server bug bo'lib qoldi. Amar Dev Lord kitni beraymi deyapti. Olmasni ololay hozir tashqariga chiqaman. Mayin qilib odam berib ketdi. Nima deysizlar? To'g'rimi? Hozir inventarimdagi hamma narsani sotaman. Olmasni ozginasini olib qolamiz. Bularni ham sotamiz. Hammasini bir dona ham qoldirmaymiz inventarda. Qancha chiqishini ko'ramiz. Endi sandiqqa hammasini hisoblashimiz. Agar xohlasanglar, mana shu hamma narsani
ya'ni Lord kitini hammasini sizlarga sovg'a qilishim mumkin. Mana rahmat deb qo'yamiz SPC. Obuna. Xohlasanglar mana shu hamma narsani sizlar oralaringizda o'tkazib yuborishingiz mumkin, ya'ni random sayt orqali. Bitta odam ismini yozib qo'yadi, mana shu Epic Mine serverida ismini yozib qo'yadi. Men unga xohlasam u so'ragan narsani beraman. Mashdan bitta narsa, yo bronya, yo qilich, yo bolta, yo kirka, xohlasa bir yarim stak shundan o'zi xohlagan narsasini berib yuborishi mumkin. Bugungi mayna shundan iborat edi. Biz 100 ga puldan 700 gacha chiqara oldik. Hammaga xayr, sizlar bilan men Mr. Shah bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.